Telefoningizga josuslik programmalar o'rnatilganmi, o'rnatilmaganmi bilishni aniq yo'llarini ko'rsatib qo'yaman. Mana. Birinchisi, nastroykada batareyaga kiramiz. Batareykada sizga ko'rsatadi, qaysi programmalar ko'p batareya zaryad yeyapti. Shu yerda siz tanimagan programma bo'lsa, demak shundan qutulish kerak. Sizni o'sha programma sizdan beruxsat ishlayotgan bo'ladi, shubhali bo'ladi. Ikkinchisi, yana sozlamaga boshqatdan kiramiz. Ulanishlar, ya'ni internet ma'lumotdan foydalanish, mobil internet sarfini ko'ramiz. Qaysi programma qancha megabayt yeyapti sizda. Bu yerda ham sizga notanish programma ko'rsangiz, demak shubhali sizning ma'lumotlaringizni kimgadir jo'natayotgan bo'lishi mumkin. Eng yana osoni kameraga kiriladi. Kamera yoqsangiz, bu yerda mana kameraning belgisi yonadi. Ya'ni kameraga kirmasangiz ham shu belgilar yonsa, sizdan beruxsat ishlayotgan bo'ladi. Yoki diktofonda mana mikrofoningiz beruxsat ishlayotgan bo'ladi. Mana yozishni boshladim, mikrofon belgisi chiqdi. Chiqib ketdim. Mana o'chmadi, demak ishlab turibdi mana.